Yaqinlarim, assalomu alaykum. Sizlar sog' salomatmisizlar? Sizlar uchun ajoyib yangiligimiz bor. Endi Kia Shinra Jack mashinalarning poliga ham tunikamiz splashnoy bo'lib, besik uloq tushmaydi akalar. Shunday splashnoy qilib yotqizib beramiz. Xo'p, navbatda Qashqadaryodan kelgan akalarimizning Kia Bongosga polni tunika qoplab berdik. Hamma joyi 1-2lik ahamiyat qarataverasizlar. Pollari ham splashnoy bo'ladi. Bundan buyog'i ko'rishingiz mumkin. 3 ta bort salonni orqasini oynagacha ko'tarib berganmiz va bu tunukamizga katta kafolat, 5 yil kafolatimiz bor, zanglamasiga, chirimasligiga. Xo'p, aka Qashqadaryodan keldingiz. Ishimiz ma'qulmi sizga? Ma'qul, zo'r ekan. Narx-navolar qanaqa? Narx-navolar ham ma'qul. Narx-navolar arzon, zakonni. Chunki Qashqadaryodan kelyapmiz bizlar. Ko'nglingizdagidek chiqdimi? Juda chiroyli, zo'r, gap yo'q. Xo'p, hurmatli obunachilar, kimga shunaqa tunuka qoplash xizmatlari kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Aka sizga katta rahmat. Xo'p, sizlarga yana bir narsa aytib o'taman. Bu tunuka qoplanishining asosiy sababi avtomobilingizda pol bortlarning zanglashini, chirishini oldini oladi. Shuning uchun mashina olgandan birdaniga tunuka qoplatib qo'yish kerak. Va bizni tunukalarimiz Koreyadan zakaz bilan rulon keladi akalar. Men video davomida qo'yib o'tamiz. Pollari splashnoy, shunga ahamiyat beringlar. Uloq joyi yo'q. Xo'p, akalarim kimga shunaqa tunuka qoplash xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamiga aloqa chiqarasizlar. Avtofurgos to'rtanlov.